Barchaga salom obunachilar. Bugun biz FKBLda obunachilarimizning akkauntida bir qancha open pack qilamiz. Hozir birinchi bo'lib obunachilarimizning safini ko'rib turibsizlar. Videoni tez olishga harakat qilaman, chunki soat sal kechroq bo'lib qoldi. Akkauntlarni ko'rib turibsizlar. Endi sekin open packga boshlaymiz. Ko'rib turibsizlar, 65,000 gemsimiz bor, 65,000 ta va bu yerda bitta tarafimiz ham bor. Qani bir ikkita ochamiz hozircha. Birinchisi 5 yurdi, bashichi va usul o'shan qilib ko'ramiz. O'xshasa o'xshadi, demasa yo'q. Qani ketdi. Va yana 5 yurdi. Pul birga ham 7 ta qopti. Taxminan 116 yoki 117 bo'lishi kerak. Koreya RB va 116 tushgan bo'lishi kerak. 116 Lee Kang-in. Lee Kang-inni bilasizlar, hozirgi paytda PSJda chotki olib boryapti. Keyingi pakimizni ham ochamiz. Va 117 do'stlar. Normalniy yurdi lekin. Germaniya Zashitnik Tami. Kim? Jonathan Ta. 117. Juda zo'r. Sotini ko'rib turibsizlar, 108 defending. Qarshi zo'r o'yinchi bu. Va hozir bu yerda bitta o'yinganasi bor ekan, uni keyin o'ynab qo'yamiz. Va bu yerda bugun chiqdi bu narsa. Hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Va mana. Bular hammasi bitta narsa almashtiriladi, ya'ni signatur token va 117 signatur Xavi. Hozir bitta-bittalab tushuntirib beraman hozir. Men 117 Xavini olish uchun esingizda bo'lsa, oldin mana shu Xavini yoki mana shu boshqa o'yinchilarni 117 kartasi kelgandi, ya'ni mana o'yinchilarni hozir aytaman. Mana bu yerda Moor, Bergkamp, Shevchenko, Ronaldinho 117 edi. Hozirda bular ko'tarilgan, 3 ta 120 bo'lgan va o'sha payt bu albatta premium kartalar hisoblanadi. O'shanda donat qilib $200 donat qilib bu kartalarni olganlar hozir o'shani berib va ko'plar tushunmayapti hozir signatur token. Hozir buni ko'rsatib ketaman. Va bugun bu yerda kompaniya karti chiqdi. Buni ham sifati juda zo'r. Bu bilan birga Luis Figo karti ham chiqdi. Luis Figo karta premium, bu kompaniya bilan Luis Figo ham ikkovlariga vashcha chotki kartalar chiqdi. Va bunda hozirga topgani mana mana. Signatur token mana mana sariq turibdi-yu, shunda kompaniya yonida o'sha token bo'ladi. Uni olish uchun ozgina emas, normalniy donat qilishingiz kerak va FK yengillik qo'shildi. Bu freega, ya'ni 0 FK pointga mana bunaqa ochiladiganga 2 ta imkoniyat berishyapti. Oldin bitta bo'lardi. Shunga yarasha beriladigan sovg'alari ham ko'payibdi. Va yana open packga qaytamiz. Va bu yerda ancha oldingi narsalar va tots kartalar. Bruno Fernandes. O'zim akkauntimga tushganda mana shu rasolarim bor. Mash U30 premium kartasi pasi full qilsa 231 bo'lib ketar ekan bor. Vashcha zo'r o'ynaydi bu. Yangicha talentlari bu. Vashcha chotki. O'yinni o'qiydi-da prosta. Va yangi o'yinga qo'shilgan UCL, ya'ni Chempionlar Ligasi kartalari va bu yerda eng qimmat karta bu yerda fragment bo'yicha ham eng zo'r o'yinchi bu yerda Dembele hisoblanadi. Sizdan ko'rib turibsizlar, prosta bomba 156 tezlik va 156 dribling prosta zo'r. Talentlarni ko'ryapsizlar. Bu fancy passes. Bu hujumchiga juda zo'r va aniq udar va long shot dagger. Bu to'g'ri udar bo'ladi va speed dribbler. Tezkor dribbling bu. Chotki. Va 5-5 oyoq. Hozir PSG safida yaqinda chempion bo'ldi. Ko'rgan bo'lsanglar o'yinni, Arsenal bilan o'yinda. Va Kvaratskhelia. Bu ham Dembeledan qolishmaydi.
cho'tga gardi va hozirda bu ham PSG safida yondiryapti просто. Bu ham 5 ga 5 oyog'i va eng qo'shilgan talentlari bu ham zo'r. Hech mana shu narsani nimaligini bilmadim, mana shu narsani bilmadim. Radioga bo'lsa kerakmi, yaxshilangani yana bilmadim. 155 tezlik, 150 udar, 152 dribling. Просто bomba bu ham. Va sekin Open Pack'ga qaytamiz. Ochdik va yana 5 yurdi. Va yana. Va uchirmadim buni. Yana ochamiz. Bugun qarachi Open Pack qilamiz mazza qilib. Polni 5 turibdi bor. O'zim akkauntimda ham janob zo'r o'yinchilar tushmadi. Va yana hozirgi o'yinchi. Omad 0 bo'lib ketdi oxirgi payt. Va yana Dinnay dedi-yu, FK'si ham. O'shancha Dinnay degan o'yinchi. Dinnay senga bergan dedi-yu o'zi ham. Bu yoqda o'shani qana qilib ko'rdik va bitta yaxshi o'yinchi tushishi kerak va bu yoqda Husanov karti. 148 defending va 140 tezlik. Bu o'yindagi eng tezkor защитник hisoblanadi hozirgi payt. Agar 120 blank bundan yaxshiroq bo'lmasa, hamma 119 dan solishtirib ko'rdim. Eng tezkor karta shu ekan, ya'ni pace tezlik bo'yicha 140 tezlik. Bu juda ham zo'r. Va bu yoqda raketa bo'lib uchadigan tezlik. Va yana bitta ochamiz. 60 yurdi, ya'ni 117 bo'lishi kerak. Ekvador, LB, Mojika degan o'yinchi bo'lardi oldin. Mohikami o'sha emasmi ya? Xinsapi. Bu ham juda zo'r o'yinchi. Bayer Leverkusen komandani fanatlari bo'lsa, bu o'yinchini biladi. Yaxshi o'yinchilardan bittasi. Voy, oyog'i 5 ga 2 ekan. Chiqib ketiraman, 5 ga 2 ekan, kerak emas bu hamma. Yana bitta ochamiz. Va yo'q. Yana ochamiz. Yurdi. Germaniya yana ta. Juda zo'r, juddalikka zo'r. Polni 1 tushib beradi. Akkauntlari omadli ekan, obunachimizani qoya. Uni ham ko'rib turibsizlar, sastavdan ko'rib turibsizlar. Omadli akkauntligini. Va bu yerda qo'shimcha 5000 ta. Uni olamiz. Va shu omadliligidan akkauntda sastavdan bilib olsanglar bo'ladi. Umuman donat qilinmagan, bez donat. Короче, bular oldingi sezon 300 ming, oldingi sezon paklar ochmasdan Chempionlar Ligasi, Totidan keyingi Capital Legendsda paklar ochmasdan James yig'urgan ekanlar. O'shandan keyin Totiga kelib 300 ming sunsetlari bo'lgan ekan va paklar ochishda degan shu o'yinchilar tushib turgan ekan. Mash Bruno Fernandesni ham Totti kartasini almashtirib olsa zo'r bo'lardi lekin. Va yana bitta ochamiz hozir. 50 ta qopda pul A'ga 70 Musor o'yinchi. Qanaqa davlatlardan tushadi? U Xolmatov tushdi, o'zbek o'yinchisi. Hozir hayotdagi eng zo'r o'yinchilardan bittasi hozir bu Bruno Fernandes va Bruno Mendes bo'lib turibdi. Sasada rostdan ham zo'r to'rs havosim keldi. Mana bitta 119 qo'ysam, sastavimga 117 nolga 124 olaman mana. Bitta Gabriel statini ko'raylik, 229 deb zo'r. Va buni yaqinda qilgan bo'lsa kerak, Ko'bel kardan yaqinda armay qolgan bo'lsa kerak.
bitta kapuni almashtirsalar 119 o'yinchiga yoki 120 o'yinchiga akkauntlari 126 bo'ladi, adashmasam. Bo'lishi kerak. Va sostav juda zo'r va emblemi ham full ekan, full. Oldingi TOTS emblemi. Bitta Husanovga bak qilib ko'ramiz. Va hozir chiqib qani yana bitta ochamiz. Sakson Al-Harrar Marokashli o'yinchi ekan, Varatar. Va yana necha 116 da. Shvetsariya Akanji. Bu Akanji. Manuel Akanji. Manuel ekan, adashib ketdim uzr. Va mayli tushganicha tushdi. Yana ochamiz. 111 dan bittasi bo'lsa kerak. Turkiya Zashitnik va kim ekan bu? Demiral. Bitta gol qizg'azim shu o'yinchi. Beshikchayo va Defending 132. Musor. Bitta o'ntali ochib ko'rsam bo'lar ekan. Va yana 5 yurdi. Va yana 5 ta. Emblemi ham yuryapti. 155, buni 5 yuryapti boru. Uyalib ketaman. 160. Va oxirgisi ketdi. Va bitta fragment qarab qo'yaylik, nechta bo'pti ekan. Menimcha bitta 119 anaqasi chiqib ketsa kerak. Va aniq hammasini hisoblaydigan bo'lsak, qo'shimcha 6100 tamiz bor. Va buni hammasini hisoblaydigan bo'lsak, 15000 bu yoqdan 6000 voy. Bitta 119 bo'lar ekan. Hammasini qilib tashlaymiz, davay. Ketdi. Endi o'yinchi olishi, qanaqa o'yinchi olishi endi obunachimizning o'zlari biladilar. Bunga tegmaymiz. Va bugungi Open Pakimiz tugadi. To'g'risi uyalib ketdim. Yaxshi o'yin tushmaganda hozir nima tushirsalar 3 ta 1 ta bo'ldi deyman. Boshqa ilojim yo'q. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Yoqqan bo'lsa like bosib, menga obuna bo'lishni unutmanglar va fikringizni kommentlarda yozib qoldiringlar. Xayr, sog' salomat bo'ling.